birinchisiga baliq, ikkinchisiga shashlik. Dadasi, uchinchisiga 1 kilo osh ayta qoling. Bugun maza qilaylik. Qolganini keyin o'ylab ko'raman. Sekinroq onasi, sekin. Odamni sharmanda qilyapsan. O'zi tomog'im og'rib turibdi. Asabni buzma. Menga qara, sen unaqa nafsingga erk bermagin. Ya o'zi mamlaqa bo'lib yotibsan. Uni ustiga kecha shifokorga bording. Nima bo'ldi? Nima dedi? Aytgancha dadasi, shifokorga bordim. Salomatligimni tiklash uchun dengizda dam olishim kerak ekan. Nima deb o'ylaysiz? Qayerga borsam ekan? Menimcha sen boshqa shifokorga borishing kerak. Nimaga bizga hech kim qaramaydi? Hayır, bunday qilganingga yegulik qidiryapsanmi deyman. Shoshmay tur, o'zim qarab kelaman hozir. Ishqilib Zaynida o'rtog'im bilan gaplashayotgan bo'lmasin-da. Dacha haqida sotib qo'ysa bo'lmi? Sharmanda bo'laman. Qani borib ko'raychi. Xo'p. O'rtog'ingizga aytib qo'yaman. Kim ekan? O'rtog'ingiz. O'rtog'im? Aha. Qaysi? Nima deyapti? Balig'ovi bekor bo'pti. Bormoqchi bo'lgan dachalaringiz ham remontga yopilibdi. Yopilmay o'lsin. Menga qara xotin. Shu o'rtog'im qo'ng'iroq qilsa bundan keyin umma ko'tarma. Bir og'iz ham gaplashma. Ha, o'zingiz bir kunda bir ko'rishmasangiz, nimangizdir yo'qotib qo'yganda yurasiz-ku dadasi. Xotin, bilasan, rashkim yomon. Qizg'anaman-da. Voy, dadasi. Voy, men ahmoq. Menga e'tibor bermaydi, meni qizg'onmaydi deb yurar ekanman, Dadasi. Dadajonisi, meni kechiring. Yaxshi ko'rar ekansiz. To'g'risini ayting. Meni chiroyli husnim yoqadimi yoki chiroyli qomatimmi? Mana shunaqa hazillaring yoqadi. Nima buyurasizlar? Lag'mon bormi? Lag'mon? Bor. Lag'mon bor. Balog'atga yetmagan qizchalarni kokiliday maydalab kesilgan. Voy, qo'chqor dumbalar qaynatib, qiymalari bilan qiyma go'sht, maydalab sochib tashalgan. Kil-killab turibdi. Chinni kosada. Ustida qalampir murchlari bilan har biringizga bittadan chinni kosada olib kelinsa, nima deysizlar? Olib keling unda bir kosadan ikkalamizga, Albatta. Olib keling. O'sha yo'q-da. Manti bormi, manti? Manti? Bunaqa didli odamni ko'rmaganman. Mantini ichida 7-8 oylik qo'chqorchalarning go'shtlari. Ichiga mashuncha qalinlikda yog' solingan. Likillab tursa. Nima deysizlar? Olib kelsin unda. Ikkita olib keling. Ikkita. Yo'q-da.
bo'lganda Yo'q ekan. Mastava bormi? mastava Ha, eng zo'ri. Bitta guruch, bitta go'sht. Bitta go'sht, bitta guruch. Bitta guruch, bitta go'sht. Ishoning, 50 ga 50. Ustiga kashnich ukroplar sochilgan. O'rtasiga mastavani o'rtasiga bir chimdim rayhon. Hidini aytmaysiz uni. Voy, uni hidini his qilgan odam 100 kilometrdan keladi. Xonak qatiqdan, yog'liqqina. Bir qoshiq, 2 qoshiq olib, tapga qarab mastavaga solib, qasira-qusir, qo'ng'iroqdek kosani jaranglagan ovozlari bilan mastavani shunday qoshiqni to'ldirib aytsa. Bir chinni kosada olib kelinsa. ichaylik bir kosadan unda. Yo'qda. Nima ovqatlar bor edi o'zi? Galupsi. Galupsi bormi, galupsi? Ana endi topdingiz. Bilimli, zakovatli odamga o'xshaysiz. Ishoning. Og'zingizni ochingda. Aynan mana shu mo'ljallangandek. Mana shundoq. Ha? Bolgar qalampirlarimiz. Voy, ichiga bor-ku. Mol go'shti, qo'y go'shti, ot go'shti, tuyani o'rkachi aralashtirib birin-ketin joylangan. Usti nima bilan yopilgan bilasizmi? Yuqagina yog' bilan. Shunda og'izga kelgan payt labga tegadi-yu. Esangiz bo'ldi. To'g'ri o'tib oshqozoningizga tushganigacha bilinadi. Bizda galipsilarni chaynash shart emas. Chaynash. Tishi yo'q odam ham tanasi yayrab maza qilib ketadi. To'rttadan. Har biringizga darajada alohida. Endi uni shundayligicha yeb bo'lmaydi. Uni ichida dimlab pishirilgan vaqtda sizib chiqqan qaylasichi galipsini etib yutasiz. Izidan, qaylasidan sekingina butun organizmingizga mana shu og'zi qirg'oqlari bilan qo'shilib butun vujudingizga tarqaydi. Uni ta'mini bor-u, uni faqat yegan biladi. Nima deysizlar shunga? 4tadan. Xayriyati, 4ta yeylik shundan olib keling bo'lmasa ham. Yo'q-da. Bo'lganda qani edi? Siz yomon ko'p gapirar ekansiz-ku, odamni boshini ortib orar ekansiz. Boshlig'ingizni chaqiring menga. Boshlig'imiz eshitganmisiz? Tilla odam ekan degan so'zni eshitganmisiz? Shu darajada ilmli, bilimli odam deysizmi? Aql, zakovat deysizmi? Hammasi bir del mujassam. Shu darajada bir joyda chang ko'rsa qo'ymaydi. Shu darajada kamtarinlarki, hattoki o'zlari ko'rsalar, "Hay palonchi" degan gap o'zlari aytib ketadilar. U insonni muomalasi bor-u, paxtadan ham momiq. Shu darajada yumshoq insonki, har bir kelayotgan, taomxonaga kirib kelayotgan mijozni o'zlari iltifot bilan taklif qiladilar. Xullas, shu darajada halim insonki, mijozlarni kami ko'stidan
o'zlari xabar oladilar. Erinmaydilar. Manmanlik nimaligini bilmaydilar. Hey! Ozoda, kostyum, galstuklarda, oq ko'ylaklar bilan. Lekin xizmat deb turgan joyda osh-ovqat yemay xizmat qiladilar. Har bir xonadan o'zlari xabar olib chiqadilar. Kamchilik yo'qmi? Kamchilik yo'qmi? Nima kamchilik? Kamiga rozi bo'ling. Keyingi safar albatta yana keling. Xo'sh muomala. Ey, bu kishining ovozini eshitsa, bulbul sayrashdan to'xtaydi. Yo'q. Qush muomalaligini ko'rib yaqinda bedanalarda osib qo'ydik. O'lib qoldi. Ya, Biz qo'pol ekanmiz deb bedanalar o'lib qoldi. Ishoning. Qo'li ochiq. Saxiyliklarni aytmaysizlarmi? 3-4 so'm puli kamroq kirgan mijozlari o'zlari mehmon qiladilar. Mani aziz mehmonim bo'ldinglar deydilar. Pul desa, pul. Bu qo'lni kiri deydi. Ya. Pul kirimish. Qo'lni kiri. Uyga kirib ish qilayman. Chiqmayapti. Sizlarni ham ko'rib qolsalar bor-ku. Albatta. Ey! Chiroyli qilib dasturxon bezatib, mehmon qilib yuboradilar. Xo'jayin shunaqa odam. Juda bizabop odam ekanda. Chaqiring shu odamni. ha. Yo'qlarda. Dam olishga ketganlar. Ya. Menga aytganlar, kelgan mehmonlarimga qarab tur deganlar. Mana shuning uchun sizlarni zeriktirmay turibman. Hech bo'lmasa bir oshpazingiz bormi? O'zimiz buyurardik. Ey, ko'nglingiz sezar ekan. Shu kun oshpozimiz qizini chiqazyapti. Xonadonida to'y. U ham bugun kela olmaydi. Xohlasalaring, borsalaringiz oshib kelasizlar. Menga qarang birodar. Oshpaz bo'lmasa, taomingiz bo'lmasa, boshlig'ingiz bo'lmasa, unda nima qilasizlar ishlatib? Katta qulib osib qo'ying. O'sha osib ketishga qulub yo'qda uka. Kep qolinglar, op qolinglar. Mana men degan tilla somsalar. Qatingdan ketay qadrdonlar. Ey, kep qolinglar, ey. Ey, somsani zo'ri tayyor bo'ldi. Dirkillama qo'shqonlarni go'shiga. Ey, mana men degan buqalarning go'shiga ajoyib somsalarimiz. Yangi somsaxona ochilib shekilli ikkita yeyapmizmi? Mayli, yesang olib beraman. Yura qol. Keling. Ey qadrdonim. Mana. Bitta ko'ring. Ey, bunaqa somsani bu yoshga kirib hali yemagansiz. Ishoning, shundoq tishlaganingizdan suv oqadi. Aka, Nima? somsani ichidagi go'sht tirikligida vovullarmidi, miyovlarmidi? Somsani ichida go'sht tirikligida yomon ko'p asabga tegardi. Voy akajon, hazillashdik, jahlingiz chiqmasin. Somsa mol go'shtidanmi, qo'y go'shtidanmi shuni bilmoqchi edik. Men ham biror narsa deyotganim yo'q, jonsinim. Buqam hovlida o'kiraverib, mo'g'iraverib asabga tegardi. O'shani so'yib, mana xalqqa somsa qilib sotyapmiz. O'zimizda mol. Aka, bu yoqqa yozib qo'yibsizlar bonusli somsa deb. U bonusi nima degani? Mol go'shtini eshitganman, qazili somsani eshitganman, qovurg'aligini eshitganman, qovoqlik, ismaloqlik, kartoshkaligini eshitganman. Bu bonusli somsa nima degani aka? Akajon, mana go'shtli somsa deb sotyapmiz. Istaganingizcha sotib olib yeyishingiz mumkin. Go'shtli somsani yeyotganingizda ichidan go'sht chiqib qolsa, yana bitta xuddi shunday somsa shunday bepul beramiz. Ana shuni bonusli somsa deyiladi. Ketdik, boshqa joyda somsa yoqolaylik. Aka, sog' bo'lasiz. Rahmat. Xo'p. Yemasang nima qilasan? Somsani qo'lga ushlab. Kep qolinglar. Assalomu alaykum. Dadasi charchamadingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum dadajon. Alaykum assalom. Nima qilib yursizlar? Somsa yegani keldik. O'zingiz bir uyga olib bormaysiz. Yo bir yeb ketib chaqirmaysiz. O'g'lingizni olib keldik.
Dada bilasizku, men ham somsani judayam yaxshi ko'raman. Somsa yesalaring, ma. Yo'lda nariyog'iga o'tib yeylar. Nimaga dadajon? Bu somsa sotiladigan somsa. Mijozlar uchun. O'zimiz yeydigan bo'lsak, biz ham u yoqdan yeymiz. Yo'lni narigi betdan. O'tib o'sha yoqdan yeb olinglar. Menga seni salomatliging kerak, bolam. Ana yo'lni narigi betda somsa bor. O'shandan olib yeylar, xo'pmi? Ho'p, oyijon, ketdik. Yur bolam. Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaha. Joy bo'shmi? Shetga o'tirsam bo'ladimi? Menga qara. Qayerda ko'rgansan burgut bilan kalamush bir joyda o'tirib taom yeganini? Mayli, siz bemalol somsangizni yeb olavering, men uchib keta qolaman. Ha? Tavba qildim. Somsangni o'zing yeb ko'r deydi. Astag'firullah. Yemasang yema. Shu kunni hisobidan shu somsani 5-marta sotishim. Hey, aka. Bu yerga it yetaklab kelish mumkin emas. Bu taomxona bu. Odamlar o'tiradi bu yerda, aka. Bu ham oddiy it emasda, gapiradigan it. Endi haddingizdan oshdingiz, aka. Men shu oddiy bir gapga ishonadigan odamga o'xshayman bu. It ham gapiradimi hech bir zamonda? Garovbolashamizmi? 1 milliondan. Yutqizsangiz 1 million menga berasiz. Agar yutqizsam, men sizga beraman. Mabodo itingiz gapirmasa 1 million siz menga berasiz. Mabodo itingiz gapirsa 1 million sizga beraman. Bo'ldi, kelishdik. Kelishdikmi? Bo'ldi. Kelishdik. Shaman, nima yegin kelyapti? Shaman, nega gapirmaysan? Nima yegin kelyapti? Shaman, gapira qolsang-chi. Shaman, gapira qolsang-chi. Gapira qolgiring, 1 millionga garovini-ku, o'zing ko'rding-ku. Shaman, gapir. Tog'ay qap o'lyapti. Ey, it gapirmaydi desam gapiradi dedingiz. Endi garovda o'ynaga 1 millioningizni bering. Ukajon, hozir yonimda yo'q edi-da. Ertaga albatta ketarman. Gapirardi. Bilmayman nima bo'ldi bunga, bugun gapirmay qo'ydi-da. Menga qarang, erta beraman, endi beraman qilmang. Esdan chiqmasin, ertadan o'tmasin. Erta albatta ketirib tashlab ketaman. Tanishmaganingiz uchun biror narsa deyotgan joyim yo'q. Ertaga albatta men qo'limda bo'lsin. Bo'ldi. Ertaga ketirib beraman. Bo'pti. Nima Shaman, bir marta gapirsang kamayib qolarmiding? 1 million yutqizib qo'ydik, 1 million. Xo'jayin, kallani ishlating. Ertaga ham garov o'ynang. 50 million yutib olasiz. Nima? Kallangga qoyil. To'g'ri aytasan.